Agarda Sergeli atrofidan uchastka qidirganlar bo'lsa, mana shu taklifni bitta o'ylab ko'rmasanglar bo'lmaydi. Akalar, Sergeli tumani Chortoq mahalla, orientir 333-maktab bo'pti. Maktabdan taxminan 150 metr orasida kirib keldida, akalar. 12 ta yonma-yon tushgan, biri 5 sotixdan, biri 9 sotix yer maydonigacha joylashgan tayyor podkolchi Euro remont kottejlar srochno sotiladi. Ko'chasini ko'ryapsizlarmi? Fayzli tinch mahalla, elektron darvozalar sifat bilan qurilgan uchastka. Polностью pishgan bo'lgan. Ichkari tarafini ko'radigan bo'lsangiz, darvozaxonaga bitta mashina bemalol sig'adi. Bu yoqda kichkinagina bo'lsa ham ziloniy zonani ko'rishingiz mumkin. O'zini podvaliga ega. Alohida umumiy sanuzul joylashgan bo'lsa, endi uchastkamizni fasadiga o'zingizlar bitta baho berib qo'yinglar-da. Endi ichkaridan ham ko'rsatib beraman. Ichkari tarafini ko'radigan bo'lsak, kiraverish shunaqa uzun prixoshka, bu yoqda alohida hol, bitta xonalarni ko'rsatib beraman. U holda birinchi xonasi bolalar yotoqxonasi joylashgan bo'ladi. E'tibor beringlar, har bitta xona o'zining ko'cha qaragan oynalari bor. Navbatda xonamiz ayollarimiz uchun kuxnyani ko'rishimiz mumkin. Bu yoqda umumiy sanuzul joylashgan bo'lsa, yonginasida ikkinchi bolalar yotoqxonasi ko'ryapsizlar. Polностью tayyor podkolchi holatda. Bu yoqda alohida hol, oilaviy dam olish uchun sharoitlarni qo'ysangiz bo'ladi. Va bitta katta zal, mehmonxonani ko'rishimiz mumkin. Hattoki eshik romlargacha sifatli materiallardan foydalanishga eng oxirgi xonamiz katta yotoqxonasi joylashgan bo'ladi. O'zini San-O'zova bilan birga polностью tepli pol bo'lgan o'zini parvalariga ega uchastkalarni sizlar uchun narxini $100,000 dan $130,000 tushirib qo'ydik. Albatta kelishiladigan joylar bor, pastda egalar nomini qoldiraman. Savdolashib olsanglar bo'ladi.